alaykum aziz hamkorlar. Mana bizning bo'lajak liderimiz Ra'no opam 2023-yil fevral oyida Ersax kompaniyasiga a'zo bo'ldilar. Mana hozirgi kunda juda katta o'zlarida natija olganlar. Eng Ersax kompaniyasi eng ashaddiy muxlislardan biriga aylanganlar. Hozir o'zlaridan olgan natijalarni sizlar bilan birgalikda bo'lishadilar. Men bu yerga kelganimda Ko'ksartroz bilan kelib, glukazamiya olaman deb a'zo bo'ldim. Shuni orasida men 3 marta kofe ichdim, 2 marta olib qora sedani ichdim, Protek 20 ichdim suyug'idan, kapsulasidan ichdim. Keyin o'sha paytda mart oyida shu ko'kragimda bez bor edi, kel maslahatlashib, keyin men keki mahsulotini aytdilar, keki mahsulotini ichdim. Mana shu Protek 20 larni ichdim. Shu meni 6 oy 7 oy meni saqlab keldi. Allohga ming qatla shukr. Sakki juda ham yaxshi ko'raman, hammalarni yaxshi ko'raman. Mana kecha operatsiya bo'lib keldim, kimiyasiz, boshqasiz davolanib keldim. Rahmat Ersakka. Onkologiyada yotib operatsiya bo'libdilar. Analizlari hammasi yaxshi. Shu mahsulotlarni ichib yurganlar uchun yaxshi chiqibdi. Analizlari kimiyasiz shifo topibdilar. Yana bundan tashqari Ko'ksartroz ham bor edi. Hozir ko'rsamasi yaxshi mana yuribman. Chopqillab Yana shu davr ichida 15 kiloga ozdingiz. 15 kiloga ozdim. Zo'r natija. Hozir mana xursand bo'ldim. Ersax kompaniyasiga rahmat, baraka topinglar iloyim. Martabingiz baland bo'lsa, shunchalik O'zbekistonga olib kirganingiz uchun siz uchun rahmat. Hammaga yetib a'zo qilib yotib bizni. Rahmat aka. Nigoraga, Dilobarga, nastavniklarimga, liderlarimga rahmat. Ayniqsa Buxorodagi Dilobarga rahmat. Baraka topsinlar.